Xullas, bir ustoz o'quvchilariga hamma ertaga o'z otasini kasbini o'rganib kelsin debdi. Bizning qahramon ham uyga boribdi va onasidan so'rabdi. Ona, otamlar nima ish qilgan deganda, onasi endi biladi-yu uni otasi o'g'riligini. Uni aytishga botina olmabdi. O'g'li so'rayveribdi, oxiri aytibdi, seni otang o'g'ri bo'lgan debdi. Shunda endi ustozi aytgan-u, hamma ota kasbini o'rganib ertaga shuni qilsin deb aytgan. U endi bizni qahramon ham o'g'rilikni sir asrorini puxta o'rganibdi. O'rgangandan keyin endi sinab ko'rish kerak-ku. Birinchi uyga kelibdi-da, bu qo'shnisini uyi ekan. Bu qo'shnini uyiga kirish gunoh debdi. Endi taqvoli-yu, kirmabdi. Ikkinchi uy bu yetimlarniki ekan. Yetimlarni uyini o'marisham taqvoli insonga kirmaydi debdi. Keyingi ishga boribdi, u juda boy bir inson uyi ekan. Bunga kirsam bo'ladi debdi. Keyin uyga kiribdi. Kirib qarasa, u yerda hisob kitob daftarlari, oltin, kumush pullar bor ekan. Hammasini hisoblabdi u yerda. Boy qancha zakot bergan, qancha zakot bermaganligini hisoblab, u yerda tong otib qolibdi. Tong otganda endi bu taqvoli qahramonimiz endi namoz o'qish kerak-ku. Endi bu taqvoli insonga kirmaydi namoz o'qimasak deb, namoz o'qish uchun tahorat olishni boshladi. Hovliga chiqib qarasa, bu yoqda uyda egasi chiqqanmish. Uyda egasi chiqib, nima qilyapsan bu yerda? Desa, namoz vaqti bo'lib qoldi, namoz o'qimaysizmi debdi. Shunda endi uyning egasi ham undan qo'rqib turibdi-yu. Endi o'g'ri bir urib qolishi mumkin, endi bilmaydi-yu hech kim. Xullas, ikkalasi namoz o'qibdi. Namoz o'qigandan keyin men o'g'riman debdi. Falon insonni o'g'li bo'laman debdi. Shunda shuncha 6 yillik zakot bermagansiz, shularni ajratib qo'ydim, o'shalarni egalarini topib bering debdi. Shunda haligi boy hayronmishda. Shunday uyga kiribdi-da, xotini bilan nimalarnidir maslahatlashibdi. Maslahatlashib chiqibdi-da, boy, bir qizimni senga bersam debdi. Shuni baxtli qilsang debdi. O'sha zahotcha o'sha yerda qizini haligi taqvoli qahramonimizga nikohlab beribdi. Endi qissadan qissa shuki, inson taqvo bilan yursa, taqvoli bo'lib yursa, Alloh rizqini hamma joyda beradi.